Yaqında bir qism do'stlar jamiyatimizda umumlashib qilayotgan mundaq bir hodisani inkos qildi. Ya'ni o'zidan boshqa hech kimni ko'zga ilmaslik, e'tirof qilmaslik, hurmat qilmaslik. Buning ifodalari masalan hayoti bo'yicha ilmiy xizmat, akademik tadqiqot bilan jamiyatga to'p qo'shayotgan olimlar, tadqiqotchi va doktorlar. Bularni ma'lum bir xizmatdagi, oiladagi yoki jamiyatdagi masala sabablik butunlay inkor qilish, ularning tuhfalarini yo'q chiqarish. Uningdan boshqa hayoti bo'yicha millatning xizmatini qilayotgan faoliyatchilar va ularning oilalarini tanımagan kishilarning haqorat qilishi, internetda hujum qilishi. Buningdan boshqa halol ishlab, jafoliq emgak qilib, biyg'on korxonachi va baylarni bularni haqorat qilish, ularga tuhmat qilish va ularning natijalarini, boyligini, uning manbasini xato va yolg'on sifatlar bilan sifatlab, ularni inkor qilish. Uningdan boshqa hayoti bo'yicha madaniyat, adabiyot, san'at bilan Uyg'urlarning madaniyati, san'atini rivojlantirish to'pi qo'shgan san'atkorlarni inkor qilish va ularga hujum qilish. Uningdan boshqa millatning xizmatini, diniy e'tiqodini saqlab qolish uchun kimligini rivojlantirishga to'p qo'shayotgan diniy olimlarni, ulamolarni inkor qilish va ularni yo'q chiqarish. Mayli bularni inkor qiluvchilarning o'zi shu sohada xizmat qilayotgan salohiyati borlar bo'lsin va yoki faqat o'qimagan, baho berish va inkor qilish salohiyati bo'lmagan kishilar bo'lsin, ularni hurmat qilmaslik, inkor qilish, e'tirof qilmaslik butunlay xato. Oldi bilan ularni Uyg'urlar inkor qilsin, qilmasin, har qanday najisi bor shaxslarni o'zi yashayotgan davlatlardagi jamiyatlar va xalqlar e'tirof qiladi, hurmat qiladi. Shuning uchun ular o'z yurtdagi millatlarda tiklab tura oladi va e'tirof qilinadi. Har qanday jamiyatdagi to'pkorlarni, o'tirg'i chiqqanlarningki natijalarini e'tirof qilish shu jamiyatning o'zi uchun foydali. Agar biz o'tirg'i chiqayotgan shu kishilarning natijalarini va to'plarni inkor, hurmat qilmaganda, e'tirof qilmaganda, aksicha inkor qilganda biz yo'qotayotgani biz bo'lamiz. Ya'ni umumiy jamiyat va xalq biz yo'qotamiz. Ular emas. Chunki ular o'zining ishini qilaveradi, jamiyatga qo'shilmaydi. Buning uchun qanday qilish kerak degan chog'da, garchi ularning ma'lum masalalardagi o'xshamasligi, xatoligi va nuqsonlarini e'tirof qilgan asosda ularni mukammal bir shaxs deb qaramagan ahvol ostida ularning natijalarini va xizmatlarini muayyanlashtirish millatning Iroq kelgusi uchun intayin ahamiyatini ko'z tutib turib, masalalardagi o'xshamasliklarni va farqlarni tugatishning imkonini qilish bu jamiyat uchun foydali.